Salom do'stlar. Sizlar bilan bugun Playmaster kanali. Bugungi videomizda Cho'lda sura 5-qismi olamiz. Qani bo'lmasa, kech bo'lgandan keyin uxlab olamiz. Mana kechqurun uxlab bo'ldik. Endi turib bir ikkita ishlar qilib olamiz. Ya'ni narsalarni sandiqqa qo'yish va sandiqlar yasash, shunga o'xshash narsalarni qilamiz. Bugungi rejalar addushi olmos topish, agar o'lib ketmasak lavada. Sandiqlar joy kam ekan, endi sandiqlar yasashimiz kerak bo'ladi. Sandiqlarni 3-qismda yasagan piramidlarga qo'yamiz. Bir dalay chiqib kelay qani. Nimalar bor ekan? Yonida o'rimchak va hechasi o'smabdi. Aylanib keldim. Ozgina joyga bo'lsa ham taxtalarni olamiz va sandiqlar yasaymiz ko'p bala. 10 ta sandiq chiqdi. Bir ustaga 20 ta taxtadan. Endi shu 10 ta sandiqda piramidalarni ichiga qo'yib chiqamiz. 2 talik qilib. Mana bu piramida yaxshi ko'rinibdi ko'zimga. Ichida skelet bor ekan buni. Qo'rqitib yubordi odamni. Endi 2 talik qo'yib chiqamiz, 2 talik qilib. Bunday qilib 3 ta, 2 ta, keyin bitta qamoqchidan yetmas ekan. Endi narsalarni shuncha solamiz. Bitta solmaymiz, bitta bizga kerak bo'ladi. Hozircha narsalarni solib turamiz, keyin g'orga tushamiz. Qorni to'ydirib olib. O'zi ham 4-qism bo'lmadi. Lekin 4-qismga bo'lmaydi shortni chiqargandim, shuning uchun bo'lmadi 4-qism. Nima uchun bo'lmagan sababi shortda aytib o'tilgandek yozib olinmay qolgan. 4-qismda hozir ko'rsataman. Mana bu parnikda qurgandim, qaranglar shuncha katta. Endi qornini to'ydirib olamiz va addushi olmos topishga boramiz. Qorni to'ydi, endi g'orga tushamiz. Birinchi fakir yasaylik, keyin tushamiz. Sandiqlar ichida ko'mir bo'lishi kerak. Mana bunisi bor ekan. Endi mana bu sandiqda taxta bor. O'sha taxtani olamizdayi ko'p bala fakir yasaymiz. O'z torchlarim bo'lsa kerak. Qani ko'mirni qo'yamiz sandiq ichiga va bu sandiqqa qarasak, mana bor ekan 26 ta. 58 ta torch bilan g'orga kiramiz. Bitta kokobin olamiz va 8 ta pechina yasaymiz. Ya'ni kukilarni. Cho'lda sura 6-qismni bo'lmaydi, shu qismdan 5-qismdan tugaydi. Shuncha harakat uchun obuna qilik bosib qo'yasizlar va komment yozib do'stlarga jo'natasizlar. Agar shu videom 50 ta like yig'sa, men Orolchada surreal 1-qismini chiqaraman. Orolchada bo'lmasa ham qorda surreal 1-qismini chiqaraman. Hozir viktorina o'tkazaman. Agar Orolcha ko'proq ovoz yig'sa, Orolcha chiqaraman. Agar qorda surreal ko'proq ovoz yig'sa, qorda surreal chiqaraman. Endi cho'lda surreal qaytamiz. Brawl Stars videolari ham chiqarib turaymi yoki faqat Minecraft chiqaraymi? Kommentariyada yozib qoldirasizlar. Biz mana g'orda ichiga ham kirib oldik. Ichiga kirib yarmiga ham keldi. Yarmidan ham o'tdik menimcha. Ana shu yerlarga kelib qolgandim 4-qismda. Kuchayganimda 4-qismga ham. Lekin afsuski yozib olinmay qolgan. Mana shu yerlardan qo'zib ketamiz pastga qarab. Bu videoda tezlashtirilgan kadrlar yo'q. Shuning uchun tezlashtirmaganim uchun like va podpiska bosib qo'yasizlar. Ana yerda bedrock ko'rdik. Bedrockdan kavlash sal neto bo'ladi. Shuning uchun bir ikkita blok tepadan kavlaymiz. Bedrockdan to'g'ri kavlab ketaversak lava chiqadi. Buni hamma biladi. Hamma emas, to'g'ri Minecraft'lar biladi. Mana granitlar ham chiqdi. Granitlarni qo'shsak, granitni oldin bo'ladi eshitgandim. Lekin eski versiyada bu narsa ishlamaydi. Yangi versiyada ishlasa kerak.
Endi mana shu yerdagi toshlardan to'g'ri kavlab ketaversak, olmos chiqib qolsa kerak. Mana diorit chiqdi, dioritga orqasidan granit chiqdi. Bu yerda granit, diorit va toshlar juda ko'p ekan. Redstone chiqdi. Redstone olmadim. Nimaga deganda redstone bizga hozircha kerak emas. To'g'riroq umuman kerak emas. To'g'riroq shu qismdan tugagani uchun umuman kerak emas. Endi olmos topishga o'tamiz yana. Ana shu yerdan to'g'ri kavlab ketaversak, olmos chiqsa kerak. Mana temir ham chiqdi-ku. Ana endi temirni kavlab olaylik. Agar shu videoni tugatsam, keyin viktorina o'tkazaman va Brawl Stars yoki Minecraft viktorinasi bo'ladi. Orolchada survival yoki qorda survival viktorinasi bo'ladi. Sizlar albatta bu viktorinalar uchun like bosib, podpiska bosib qo'yishlaringiz kerak. Juda ko'p temirlar chiqmoqda, lekin men ularni 5-6 tasini olib ketaman, chunki bizga hozircha umuman temir kerak emas. Mana bu yerga blok qo'yilib ketdi. Yo'q, lava. Hozir lavani yopamiz va yo'lni bu tarafga qarab ketamiz. Yana lava. Lava yo'lni yopamiz. Yo'q. Bu yerda lava to'xtamasa kerak menimcha. Endi lava yo'lni yopib olib, kovlashda davom etamiz. Mana yana lava chiqdi. Bu lavalarni dastlab o'lib ketmasa ham bo'lardi. Lava yo'lini bir o'zga bo'lsa ham yopib qo'ydik. Endi yana kovlashga o'tamiz. Mana bu yerdan yerda qo'yamiz. Yo'q. Afsuski o'sha joyga qo'yilib ketmoqda. Bizning toshlarimiz isrof bo'lib ketmoqda. Shuncha harakat uchun like va podpiska arzisa kerak. Aytib o'tganimdek, shortslarimda 70 ta bo'lganimiz munosabati bilan 5-qismini chiqaraman. Ko'p bola komment yig'di va biz cho'lda survival 5-qismini chiqaramiz. Mana. Viktorinalarga albatta 70 ta obunachim ham nima desam bo'ladi, hamma qatnashishi kerak. 70 ta obunachim qatnashsa, men ularni ko'proq qism qilishga harakat qilaman. Agar 70 ta obunachim to'la qatnashsa, faol bo'lib tursa hammasi, men 10 ta qism qilaman o'sha qaysi surreal g'olib bo'lsa viktorinada. Agar kamroq qatnashsa, 5 ta yoki 3 ta qism qilishim ham mumkin. Endi cho'lda survival qaytamiz. Hozircha umuman olmos chiqmayapti. Lekin faqat lava chiqmoqda. Olmos topsak yaxshi bo'lardi. Bu videoda o'zi olmos topishga harakat qilamiz. Olmos topsak bo'ldi. Video tugaydi. Faqat video emas, cho'lda survival ham tugaydi. Shu uchun sizlar obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Bitta-ikkita blok tepadan kavlamasam, lava tindirmay paydo bo'lmoqda. Mana shu yerdan to'g'ri kavlab ketaveramiz endi. Qani, ana shu yerlardan olmos bo'lsa kerak. Menimcha shu yerlardan olmos bo'lsa kerak. Hozir kavlab ketaveraylik qani. Yo'q, lava tushib ketdi. Qoch lavadan. Afsuski o'lib qoldim. Endi shuncha harakat uchun obuna va like arsa kerak. Bor narsalarni olaman. Eng muhimi olmos kirgan turgan bo'lsa bo'ldi. Borib olishim kerak shu narsalarimni. Hamma narsam turgan bo'lsa, cho'lda survivalni 5-qismini davom ettiraman. Agar hech narsam turmagan bo'lsa, tugataman. Yarmi turgan bo'lsa, yana ozgina video olib, cho'lda survival oxirgi qismini tugataman. Hozir yarmiga ham kelib qoldik. Endi borib qaraymiz. Hozir biza kuchayganimiz bir tem bo'lib ketishi mumkin. Hozir lavani deb
Oddiy bitta lava bizani shuncha kuchayganimizni barbod qilib yubordi. Sizlar buncha harakatim uchun like va podpiska bosib qo'yinglar. Mana do'stlar, olmos topish uchun qancha joyni kavlaganimni ko'rib qo'yinglar. Lekin narsalarim yo'qib ketganmi yo'qmi bilmayman. Hozir yugurib borish kerak. Shuncha joyda endi borib kelib qilamiz. Olmos topish uchun shuncha harakat qildim. Shuncha harakat uchun podpiska va like bosib tugunchalarini bosib qo'yinglar. 6 darajani turgan ekan va shuncha narsani turgan ekan, lekin torchlarim yo'q ekan. Eng asosiysi olmosga erganib turgan bo'lsa bo'ldi. Endi ham bu yerlarda kavlaymiz va ketaveramiz. Yana lava chiqib shuncha narsani barbod qilmasa bo'lardi. Mana videoni davom ettirdim. Narsalarim turgani uchun men bu yerda redstone bor ekan, qo'rqib ketaman lava bo'lmadi. Redstone ham o'zidan yoritadi-ku. Redstone qizi olmos deydilar. Qochish kerak bu yerlardan. Bu qiyinga olib ketaveramiz. Voy yo'q, bu qandan ham lava chiqdi. Yana o'lib ketdim. Endi Childa Survival 5-qism shu yerda tugaydi. Xayr do'stlar, sizlar bilan bugun Playmaster kanali bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib, video like bosib qo'yinglar. Keyingi qismlargacha ko'rishguncha, to'g'ri videolargacha.